Said Ahmad. Jimjitlik romani 11-bo'lim. Bir oydan oshdiki, Tolibjon dunyoda nimalar bo'layotganidan bexabar. Gazeta yo'q, televizor hali ham ishlamaydi. Dovonda o'pirilish bo'lganmi yo biron ish qilishyaptimi, yo'l bekilib, transport qatnovi uchun soy yoqasidan vaqtincha omonat yo'l qilingan. Bu yo'l bekatdan biron kilometr pastlikda avtobuslar o'sha tomondan o'tib ketaverishadi. Tolibjon o'rgangan gavjum bekat endi jimjit. Kabobpaz ham qorasini ko'tarib soylikka tushib olgan. Tog' asali sotadigan yigit yo'l bekilmasdan oldin dovonning naryog'iga o'tib ketgan. Yo'l qachon ochiladi, umuman dovonda nima ish qilishyapti, Tolibjon bilmasdi. Mirvali ham ishlari ko'payib ketib, Tolibjondan xabar olmay qo'ygan. U beva kampirning buqachasini bo'g'izlagandan buyon Tolibjonning undan anchagina ko'ngli olingan. Azizbek ham diliga xiralik solib qo'ygan edi. Tolibjon avvalgidek sokin soylikka tushib ketganicha kechgacha ming xil xayollar surib yana qaytib chiqardi. U har gal qaytayotganda guvala devorli hovli ostonasida Azizbekni uchratardi. U o'sha kamgap, birovga qo'shilmas, o'z o'ylari bilan o'zi ovora edi. To'g'ri, Tolibjon bu orada 2 marta Qoplonbob bilan Dukatga borib, soy bo'ylarida aylanib yurdi. Bu kezishlarda xayolan rejalar tuzib chiqdi. Lekin uning rejalari Mirvaliga ma'qul bo'larmikan? Qoplonbob oralab oqadigan soyni quvurdan o'tkazish kerak, toki soyga sellar har xil najosatni yuvib tushmasin. Mana shu ifloslangan suvdan Dukatliklar kalit kasaliga mubtalo bo'lyaptilar. Shundoq katta millioner imkoniyatlari har qanday xarajatni pisand qilmaydigan xo'jalik uchun yarim kilometr yerga quvur yotqizish qiyin bo'lmasa kerak. Qoplonbobliklar uchun bir tegirmon suv oqadigan lotok qo'ysa bemalol yetadi-ku. Mirvali g'alati fe'lli odam. Ishiga aralashadiganlarni uncha xush ko'rmaydi. Birovning maslahatini olmaydi ham. Ilgarilari kelib, "Holing ne?" deb Tolibjonning ko'nglini ovlab ketardi. Endi uni butunlay unutib yubordi. Bormisan, yo'qmisan demaydi. Tolibjonning esa qiladigan ishi yo'q. Salanglab u yoqqa bu yoqqa boradi, keladi. Qo'l uchida kun ko'rib turgan bir vet vrachning ro'zg'origa sherik bo'lib o'tiribdi. Xalqda mehmonning izzati 3 kun degan gap bor. Tirik tovon bo'lish ham yetar, deb o'ylardi Tolibjon. U qayoqqa boradi? Toshkentga ketay desa, u yerda unga kimning ko'zi uchib turibdi? Biron ishning boshini ushlay desa, bu qishloqda unga mos ish yo'q. Mirvali unga 1-2 ishni aytib ko'rdi. Albatta Tolibjon eplaydigan ish. Mirvalining qo'l ostida ishlash, unga to'la tobe bo'lish, yaxshi-yomon ishlariga sherik bo'lish demakdir. Tolibjonga kampir enasi, "Bolam, Mirvaliga hushyor bo'l. Uning qo'li qonli deyishyapti. Unga qo'shilib sen ham badnom bo'lib qolma" degan edi. Bu gapning chin ekanligiga Tolibjonning aqli yetib qolgandi. Demak, Tolibjonning boshi qotdi. Tolibjon o'ylay tiqqi nafas bo'lib ketdi. Kampir enasiga bir aylanib kelay deb uydan chiqdi-da, boshi oqqan tomonga keta boshladi. U yurib Terskay tarafdagi adirga chiqdi. Qishloq bolalari shu tarafda qo'y echkilarini boqishardi. 50 choqli echki toshdan toshga sakrab o'tlab yuribdi. Qo'ylar pastlikda, bolalar esa qumg'on tagiga o't qalab gurung qilishyapti. Tolibjon ular davrasiga qo'shilib, gaplariga quloq sola boshladi. Dunyoda hali gunohga botmagan, vijdoni azob beradigan xoinliklarga duch kelmagan, o'y-xayollari o'zidek toza insonchalar atrofda xuddi shu sabiylardek pokiza, suvi ham, havosi ham, dov-daraxtlari ham iffat pardasini yo'qotmagan. Inson tafakkuri yaratmish kimyo mo'jizalariga birni bor qilmoq uchun o'nni yo'q qiluvchi fan yutuqlariga
ro'para kelmagan bir poklik hukmron edi. Qumg'on vaqirlab qaynab ketdi. Alyumin krujkada choy ho'plaganda labining kuyishiga qaramay, bolalarning og'zi gapdan bo'shamasdi. Ularning almoyi aljoyi gaplaridan Tolibjon miriqib kular, huzur qilardi. Bilasizmi, kakligimning bittasi o'lib qoldi. Nega? Dedi hayron bo'lib Tolibjon. Xo'rozga bostirgan edim. Bechora kakligimning orqasi bitib qoldi-da, tezak tashlayolmay 3 kun qiynalib o'ldi. Azizbek o'rnidan turib ketdi. Ey gaping qursin, hammasi g'irt yolg'on. Azizbek shunday deb sumbul tolasi bilan kayon o't tergani pastlikka tushib ketdi. Uning ketishi hikoyachi bolaga ayni muddao bo'ldi. Bitta zo'r gap aytaman. Azizbekka aytmaysiz. Aytsak, kiyik sovda momoning arvohi ursin deb qasam ichsalaring aytaman dedi. Bo'pti, qasam ichamiz. Bir kun vohli turib, kakliklarimni yovvoyi mushuk olib qochmadimi deb hovliga chiqsam, Mirvali tog'a bizning devordan oshib tushyaptilar. Avvaliga qo'rqib ketdim. Mirvali tog'a barmoqlarini lablariga bosib tisdilar-da, yonlaridan bitta 10 so'mlik chiqarib, ko'rganingni birovga aytma deb eshigimizdan chiqib ketdilar. Birpasdan keyin Ravshanbek tog'am devor nahrasidan qarab, jiyan, chatdan birov tushmadimi deb so'radilar. Men, yo'q, hech kim tushmadi, yovvoyi mushuk o'tdi dedim. Anchadan keyin Ravshan tog'aning so'kinganini, Bodomgul kinoyimning yig'laganini eshitdim. Ana shu. Va, dedi bir bola. Men biron qiziq gap aytasammi deb o'ylangandim. Gapi qiziq chiqmaganidan xijolat tortgan bola hafsalasi pir bo'lib, xo'rillatib choy icha boshladi. Undan ko'ra, indiyskiy kinoga biletsiz kirganingni ayt. Tolib tog'a, eshiting, juda boplagan. Bola endigisi qiziq bo'ladi deb gap boshladi. Indiyskiy kino kelgandi. Biletimiz yo'qligi uchun eshikda o'tirgan kishi kiritmadi. Shoshma, boplayman dedim. Bolalar bilan bitta tirik kaklikdan garov o'ynadik. Chetga chiqib, do'ppimning astarini ag'darib kiydim. Sochlarimni to'zg'itib, ko'zlarimga tushirdim-da, kontrol boboning oldiga borib, yolg'ondagam hiqillab, yig'lab turaverdim. Nega yig'laysan, dedi kontrol bobo. Ayam shu kinoga kirib ketgan. Uyda kelinayimni to'lg'oq tutib qoldi. Mendan boshqa hech kim yo'q. Kelinayam o'lib qoladi deb qo'rqib ketyapman. Kontrol o'ylanib turib shunday dedi. Uyingda oy kuni yaqin kelining bor ekan, kinoda nima qilasan, bochag'ar? Keyin menga qara, bor, kirib ayangni chaqirib chiq. Ichkariga kirdim-u, do'ppimni o'nglab, sochlarimni to'g'irlab, odamlar orasiga biqinib, mazza qilib kino ko'rdim. Shu, bolalar uning hikoyasidan qotib-qotib kulishardi. Tolibjon bu bolaning mug'ombirligiga, topag'onligiga qoyil qoldi. Ichida bu bolaning kallasi ishlar ekan, o'qisa yaxshi odam bo'ladi deb qo'ydi. Hammani qoyil qoldirgan bola zavqlanib yangi hikoyasini boshladi. Katta odamlar o'pishaveradilar. Kinolarda rosa o'pishadi. Indiyskiy kinolar yaxshi, sira o'pishmaydilar. Shu desang, o'pishishmasa bo'lsa kerak deb bittasini o'pganman. Yolg'on gapiryapsan deyishdi chuvillashib bolalar. Kimni o'pgansan? Mard bo'lsang ayt. Hech kimga aytmaysanlarmi? Bo'pti, aytaman. Tish doktori Mullaqand tog'aga haftada 10 ta kaklik olib borib berardim. Uning bo'yiga yetay deb qolgan Izza degan qizi bor. Unga qosh teradigan mo'ychinak berib o'pganman. Undan tovuq hidi kelarkan. Qusib yuboray dedim. Sassiq ekansan deb mo'ychinakni qaytarib olganman. Ana shu, tamom. Bolalar uning yolg'on gaplaridan qornlarini changallab kulishdi. Tolibjon bu bola o'qisa yozuvchi bo'lishi mumkin deb o'yladi. Pastdan bir otliq chiqib keldi. Bolalar uni darrov tanishdi. Eshakquloq tog'am kelyaptilar deb chuvillasha boshlashdi. Uning Eshakquloq tog'a deb atalishiga sabab bor edi. Bundan 4 yil oldin aprel oyining oxirlarida tog'dan sel keldi.
Mana shu tog'aning brigadasidagi kurtak yozib qolgan olma ko'chatlarini yuvib ketdi. Mirvali 1-may kuni hamma bayram qilsin deb dalada ishlarni to'xtatadi. Savxoz markazida sayil uyushtiradi. Sayyor bozor keladi. Marojniychilar, kabobchilar kelishadi. Katta qozonda osh damlashadi. U yog'i Qarshi, u yog'i Samarqand teatridan artistlar keladi. Erkaku ayol, yosh yalang savxoz markazini to'ldirgan o'yin-kulgi avjida. Birdan Mirvalining dala aylangisi keladi. Mashinani o'zi boshqarib, dalalarni aylanib chiqadi. Oxiri mana shu Erali tog'aning yerlariga o'tadi. Qarasa, brigada a'zolari bayram qilmay qaytadan ko'chat ekishyapti. Mirvali mashinadan tushib, ular oldiga keladi. Nima qilyapsizlar? Bayram tantanasidan kechib, olma ko'chati ekayotganimizni ko'rgan direktor xursand bo'ladi deb o'ylagan brigadir Erali maqtanganamo deydi. Ko'chat ekyapmiz, olma bo'ladi o'rtoq direktor. May oyida ekkan ko'chat ko'karib olma bo'ladimi? Eshakning qulog'i bo'ladi, deydi Mirvali uni masxara qilib. Eraliga maqtov o'rniga mayna bo'lgani judayam alam qiladi. Shartta 2 tizzasi bilan yerga tashlanadi. Qo'llarini osmonga ko'tarib nola qiladi. Ey Xudo, yolvorib so'rayman, shu ko'chat ekkan joyimizning 1-2 gektaridan direktor aytgan narsadan chiqazib berasan. Amin deydi. Mirvali avvaliga hayron bo'lib turadi-da, keyin birdan qahqah urib kulib yuboradi. Yengding meni nomard. U shunday deb mashina yukxonasini ochadi. Boya teplitsadan olgan limon, bodring, pomidor solingan qutini ko'tarib, ariq bo'yniga qo'yadi. Keyin qog'oz korobkadan 3 shisha aroq oladi-da, Eralining o'z qo'liga beradi. Ekib bo'lganlaringdan keyin maishat qillaring. U mashina tomon ketar ekan, voy nomard-ey, voy yaramas-ey, meni bopladi-ku deb hiring-hiring kuladi. Ana shundan beri Erali chavandozning nomi Eshakquloq tog'a bo'lib ketgandi. Erali haddan tashqari sodda, to'pori odam. Bir muddat Mirvali bilan oralari buzilib yurdi. Keyin shu odamning nimasidan xafa bo'laman deb Mirvali uni kechirdi. Ilgaridek gaplashib ketishdi. Mirvali Oliy Sovet sessiyasida aksar shoir G'afur G'ulom bilan yonma-yon o'tirardi. Shoirning 60 yoshlik yubileyi nishonlanishini eshitib, Mirvali unga yubiley qilib biz tomonlarga borsangiz, savxozimizda to'xtab o'ting. Bizda adabiyot muxlislari ko'p. Bir adabiy kecha qilaylik. Bundan tashqari siz Oliy Sovetga 1-marta biz tomondan Urgutning Qoratepasidan saylangansiz deb iltimos qilgan edi. Kunlarning birida obkomdan telefon qilib, G'afur akani taklif qilgan ekansiz. Savxozingizni programmaga kiritib qo'ydik. Falon kuni keladi deb aytishadi. Adabiy kechada uni tabriklash va to'n kiydirish Erali tog'aga topshiriladi. Bu odam umrida she'r o'qimagan, shoir kim, kompozitor kim, unga baribir edi. Maktab direktori 2 kun unga gap o'rgatdi. Adabiyotimizning karvonboshisi deng, she'riyatimizning faxri siz deng. O'zbek sovet adabiyotida sotsialistik realizm metodi asoschilaridan birisiz. Sizning Shum bola, Yodgor qissalaringiz, Vaqt, Sen yetim emassan kabi falsafiy she'rlaringiz xalq orasida mashhurdir. Biz bu noyob she'riyat durdonalaridan bahramand bo'lganimizdan g'oyatda minnatdormiz deb aytasiz. Tushundingizmi? Esingizdan chiqmaydimi? Tog'a xotirjam bo'l deb uni tinchitadi. Tantanali kecha boshlanadi. Katta klubga odam sig'may ketadi. Maktab bolalari she'rlar yodlab kelishgan, o'qituvchilar shoirni qutlug' 60 yosh bilan tabriklash uchun juda chiroyli nutqlar yozib kelishgan. Birinchi bo'lib Erali tog'aga so'z beriladi. Mirvali prezidium stoliga 2 qo'lini tirab turib, uni yaxshilab ta'riflaydi. Hozir ustoz shoirimizni muborak 60 yosh bilan qutlash uchun savxozimizning eng ilg'or makkajo'xori, ilg'or bog'boni, frontovik, zo'r chavandoz, qator orderlar sohibi shu yerga kelganda, u Eshakquloq deyishga
tili bormay, asli otini topolmay, ancha dovdirab turib qoladi. Keyin o'zidan so'raydi: "Laqabingdan boshqa asli oting nima edi?" Pastdan Erali degan ovozlar chiqadi. So'zni hozirgina yaxshilab ta'rif qilingan tamakikor, makkajo'xorikor Eraliga beramiz. Erali maqtovlarni eshitib erib ketgan ekan, aytadigan gaplarini tamoman esidan chiqarib qo'yib, G'afur G'ulomga mo'ltirab qarab turadi. 1 minut turadi, 2 minut turadi, yo'talib qo'yadi. Keyin qo'lidagi to'nni yozib unga tutadi. Bu mayda qaviq to'nni Urgut bozoridan 70 so'mga olganmiz. Keyin shoirning boshiga do'ppi kiydiradi. Bu gilam do'ppini Shahrisabz bozoridan 60 so'mga olganmiz. Ana undan keyin qiyiqni uchburchak qilib, bir uchiga jez poynakli, karki sop pichoq solingan qinning bandidan o'tkazib beliga bog'laydi. Uni chiroqchidagi pichoqchiga mashina rejissyoridan 300 so'mga yasatganmiz. Hamma ishni ko'ngildagidek qildim deb o'ylab, zalga qarab kerilib turadi-da, odamlar undan yana nimadir kutayotganini sezib, shu deydi. Mirvali yer yorilmaydi-yu, yerga kirib ketmaydi. Unga 2 kun tinmay nutq o'rgatgan o'qituvchi stol tagiga kirib ketadi. Mehmonlarni kutish uchun chinor tagiga dasturxon tayyorlatib qo'yishgan edi. Mirvali mehmon shoir odam, ko'p katta dasturxonlarni ko'rgan, uyatli bo'lib qolmaylik, vrach Sedona dasturxon tuzatsin deb tayinlagan edi. Sedona stolni guldek qilib yasatibdi. O'rtada billur vazada gul, har bir likopcha tagiga salfetka bostirilgan, bir tomonga qoshiq, bir tomonga sanchiqi bilan pichoq qo'yilgan. Ichimliklar alohida stolda o'zi pishirgan bo'lsa kerak, allaqanday piroglar, tortlar dasturxonga tortilgan edi. Mirvali ularni ko'rib, Sedonaning didiga tan berdi. G'afur G'ulom kirishi bilan Sedonaga ko'zi tushdi. Ichida bay, odam bolasi ham shuncha ko'hlik bo'ladimi-ya deb qo'yadi. Muvalnikda qo'lini yuvadi. Sedona unga ohorli sochiq tutadi. Shunda uning dimog'iga juda xushbo'y, haddan tashqari xushbo'y atir hidi uriladi. Shoirning boshi aylanib, gangib qoladi. Ovqat paytida Sedona uning to'g'risiga o'tirib qolgan edi. G'afur G'ulom yarim chin, yarim hazil qilib deydi: "Hoy qiz, to'g'rimda o'tirma, boshqa yoqqa borib o'tir." "Nega?" deydi Sedona hayron bo'lib. "Ko'zim tinib ketyapti. Sendan boshqa hech narsa ko'rinmayapti. Xuddi ko'zimga oftob tushayotganga o'xshaydi. Muncha chiroylisan." "Bilmasam," deydi iymanib Sedona. "Onam shunaqa qilib tuqqan bo'lsalar, men nima qilay? Yigit paytim bo'lsa, albatta qochib ketardim. Tog' bolalari shoir pochcha deb yurishardi. Hazil, mutoyiba bilan ziyofat ham tugaydi. Mehmonlar qo'zg'alishadi. Mirvali baland ovoz bilan: "Pochcha, qayoqqa shoshyapsiz? Chuchvara tugib oldingizga qo'yamiz." Charlari ichida kuyov chaqirdini ham o'tkazib, keyin ketardingizda, deydi. Hamma barobar kulib yuboradi. Shu kulgi tovushlari orasida chinni piyolaning jarangiga o'xshagan bir ovoz ajralib turadi. Bu Sedonaning ovozi edi. G'afur G'ulom ketar oldida Mirvaliga bir konvert beradi-da, shofyoriga "Hayda mashinani" deb buyuradi. Mashina joyidan qo'zg'aladi. Mirvali mashina ko'zdan yo'qolguncha qarab turadi-da, konvertni ochadi. Pul. Ichida bir parcha qog'ozda yozuv. To'n uchun 70 so'm, do'ppi uchun 60 so'm, pichoq uchun 300 so'm, yegan ovqatimiz uchun 50 so'm, jami 480 so'm deb yozilgan edi. Mirvalining butun vujudidan ter quyilib ketadi. Hozir borib eshak buloqni to og'zi burnidan qon kelguncha do'pposlayman deb u yoq bu yoqqa qarab uni topolmaydi. Erali allaqachon juftakni rostlab qolgan ekan. Shundan keyin Erali unga ko'rinmay yuradi. Mirvali uni urishga-ku urmaydi-ya, ammo urgandan battar qiynaydi. 5 yillik yakunida uni ordendan o'chirtirdi. Tamakidan eng ko'p hosil ko'targan bo'lsa ham, uni qurultoyga olib bormadi. Erali necha chaqiriqlardan beri rayon sovetiga deputat qilib ko'rsatilardi.
Bu galgi saylovda uni qishloq soveti deputatligiga ham o'tkazdirmadi. Mirvali unga shuncha to'sqinliklar qilardi-yu, baribir alamidan chiqolmasdi. Oliy sovet majlislarida G'afur G'ulomga ko'rinolmay chet-chetlarda o'tirib yuradi. U har gal sessiyaga borganda 480 so'mni olib borar, uni G'afur G'ulomga berolmay qaytardi. Bir kuni u Eralini topib, o'zing pishirgan oshni o'zing ich deydi-yu, G'afur G'ulomga oborib berish uchun 480 so'mni qo'liga berib, uni Toshkentga jo'natadi. Bir hafta yo'q bo'lib ketgan Erali Toshkentdan xandon xushxon qaytib keldi. Odamlar uni xuddi hajdan kelgandek o'rab olishdi. Erali avval Mirvaliga uchrashib, Alisher Navoiy, Pushkin, Muqimiylarning salomlarini yetkazdi. Navoiy aytdilarki, Mirvaliga ayt, shu yaqin oralarda Pushkin bilan Muqimiy hazratlarini olib boraman. Hozircha mendan unga salom ayting deb tayinladilar. Mirvali kulishini ham kulmasligini ham bilmay serraygancha turib qoldi. Axir Navoiyning o'tganiga 500 yildan oshgan bo'lsa, Pushkinning o'tganiga 200 yil bo'lay deb turgan bo'lsa, Muqimiyga ham 70-80 yil bo'lay deyapti. G'afur aka bu eshak quloqning soddaligini bilib, rost salla qilayotganga o'xshaydi. Darhaqiqat shunday bo'lgandi. G'afur G'ulom uni gapga solib ko'rsa, soddalikda yosh boladan ham o'taman deydi. Erali borgan kunning ertasiga shoirning uyiga chekkasidan soqol qo'ygan tarjimon kelib, o'rischaga qilgan tarjimalarni o'qib berayotgan edi. Sal o'tib shoir Habibiy Qo'qondan kelgan shoir Charxiyni boshlab kirdi. G'afur G'ulomning shaytonligi tutib, tarjimonni Pushkin deb, Habibiyni Navoiy deb, Charxiyni Muqimiy deb Eraliga tanishtirdi. Erali shundoq buyuk odamlar bilan ham suhbat bo'lganidan usta yo'q shod edi. G'afur G'ulom Habibiyga yuzlanadi. Hazrat, shu Eraligina juda pok, halol odam. Savxozda jo'xori tamaki ekadi. Shuni bir duo qilib qo'ysangiz. Habibiy ham shumgina odam edi. Boplab duo qiladi. Aziz avliyolar qo'llasin. Tangrimning shu mo'min qobil bandasi Eraliginaga tayyor dastyor bo'lib qolgan farzand ato qilsin. Shu bandaginangning xonadonida bo'yiga yetgan qizlar tug'ilsin. Amin. G'afur G'ulom ko'zida yolg'onda kam yosh bilan amin deb boshlab beradi. Erali Navoiy gapirayotganda "Xov taqsir, o'rgilay taqsir" deb turadi. G'afur G'ulom Eraliga ishora qiladi. Turing, qulluq qiling, etaklarini o'ping. Erali ixlos bilan qulluq qiladi. Ikki ko'zi jiqqa yoshga to'lib, uning etaklarini o'padi. Erali bu gaplarni odam gavjum paytida maqtina aytib berdi. Odamlar qah-qah urib kulishar, dunyoda shunaqa ham sodda odam bo'ladimi deb hayron qolishardi. Mirvali undan qasdini olgandek bo'ldi-yu, bari gunohlaridan o'tdi. Yana boyagidek bo'lib ketishdi. Baribir to'y hashamlarda, gap-gashtaklarda uni goh Aleksandr Sergeyevich Pushkin, goh Alisher Navoiy, goh Mavlona Muhammad Amin Xo'ja Muqimiy deb chaqirishardi. Erali bora-bora bu nomlarga ham ko'nikib ketgan edi. Tolibjon u to'g'risidagi latifanoma, ammo rost hangomalarni ko'p eshitgan, lekin o'zi bilan baqamti kelib yuzma-yuz gaplashmagan edi. Mana u pastdan Amirkon lokdek yiltiragan otini minib xotirjam chiqib kelyapti. Qanchalab ko'pkarilarda sovrin olgan otni ko'rgan bolalarning ko'zlari yashnab ketdi. Choy-choyda, non-nonda qolib, bolalar yo'lga chiqishdi. Erali kelib otdan tushdi. Istiqboliga chiqqan Tolibjon bilan quyuq so'rashdi. Bu payt bolalar otning yollarini silashardi. Tolibjon Eralini 2-3 marta ko'rgan bo'lsa ham gaplashmagan edi. Birpas gaplashmoqchi bo'ldi. Tog' kesib qopsiz-da soqol, dedi Tolibjon unga qumg'ondan choy quyib uzatar ekan. Shu desangiz, ukaginam, oyoqni mazasi yo'q. Kuz keldi deguncha, askolka tekkan joyi zirqirab, jonimni sug'urib olaman dedi. Shunga tovga mo'miyo qidirib chiqqan edim. Topolmadim. Bu geologlar boshimizga bitgan balo bo'ldi. Pastliklardagi yetmagandek
Endi vertolyotda kelib, odam chiqolmaydigan joylardagisini ham qiyratishyapti. Dovlar ham oyoq osti bo'lib ketdi, ukaginam. Na kaklikni qo'yishadi, na quyonni. Burgut nima birovga jag'i tegmasa, tili tegmasa, tog'-toshlar tepasida savlat to'kib, fayz kiritib uchib yurgan beozor bir qush. Shulardan ham bir ikkitasini otib tushirishdi. Nima qilasan, yaramas, go'shtini yeb bo'lmasa, patini bolish qilib bo'lmasa. Unaqada jamu jonivorlar tovining tojiklar tomoniga o'tib ketadi. Jonivorlarni qiyratganlarni kiyik sovda momoning arvohi ursin. Tolibjon uning gaplariga quloq solardi-yu, ikki ko'zi otda edi. Jonivor qop-qora sulukdek. Manglayida uzunasiga oppoq qashqasi bor. Qolgan jami yeri qora, baxmaldek silliq. Ikki qulog'i dikkaygan, bo'yni uzun. Ko'zlari odam ko'ziga o'xshab, atrofga juda ziyrak boqadi. Tolibjon dunyoga dong'i ketgan araba otlarni ham ko'rgan. Ularni bu ot oldida oddiy yukkash ot desa bo'laveradi. Zo'r ot ekan dedi beixtiyor Tolibjon. Erali otga mehr bilan qarab qo'ydi. Bu Qora Lochinning nevarasi. Tolibjon Qora Lochin qanaqa ot bilmasdi. Faqat Dukat yaqinida shunaqa Qora Lochin degan qishloq borligini eshitgandi. U tomonlarga yo'li tushmaganidan qanaqaligini bilmasdi. Unga bobosining nomini berganman. Yaqinda 2 yoshga kiradi. Katta to'y qilib berdim. Bitta novvos, tanasi 1,5 metr uzun qo'chqor so'ydim. Yurtga osh berdim. Atrof qishloqlardan jami urush veteranlarini aytdim. Bitkombinatga oborib, o'ziga o'lchab baxmal yopqichlar tiktirganman. Toshkentga bir borganimda G'afur G'ulomga uchragan edim. U kishi bilan qadrdonligimiz bor. Yaxshi uzangi izlab yuribman degandim. Bir yo'ldosh Chavandoz degan o'rtog'inikiga bordi. Boyaqish qarib, o'rnidan turolmaydigan bo'lib qolgan ekan. Kelinlari-yu nevaralari xizmatimizda bo'lib, kechgacha bizni mehmon qilishdi. G'afur G'ulom men u kishiga tanishtirib, otimni ta'riflab ketdi. Gap orasida bir yaxshi uzangi kerakligini qistirib o'tgan edi. Juda ziyrak, hushyor odam ekan. O'g'lini chaqirib qulog'iga bir nima dedi. U qo'lini ko'ksiga qo'yib, xo'p degancha orqasi bilan yurib chiqib ketdi. Bir ozdan keyin qiyiqqa to'gilgan og'ir bir narsani otasining oldiga qo'ydi. Yo'ldosh Chavandoz qiyiqni ochgan edi va farmoni Xudo ko'zlarimga oftob tushgandek qamashib ketsa bo'ladimi? Naqsh chekilgan bir juft kumush uzangi. Chavandoz uzangiga uzoq tikilib turdi-da, bir xo'rsinib qoldi. Mana shu uyim sizga mendan sovg'a. Bu uzangilarga oyoq tirab, ko'p uloqlarda sovrin olganman. Endi qaridim. Biz tomonlarda ot ham yo'q, uloq ham bo'lmaydi. Bir yaxshi chavandoz oyog'iga tirak bo'lsin. Oling inim, Toshkent taraflari ko'p saxovatli, mard insonlar bo'ladi-da. Yonimdan hamyonimni chiqazib, Volga olishga yig'ib turgan pullarimni etagiga to'kdim. Yo'ldosh Chavandozning qoshlari chimirilib ketdi. G'afur G'ulom zarda bilan pullarni to'plab hamyonimga tiqib qo'ydi-da, ayb bo'ladi. Erali inim, hamyoningizni kissaga solib qo'ying, kerak bo'ladi dedi. Shundoq qimmatli narsani bekordan bekorga olib ketishga xijolat chekardim. Belbog'imdagi karka sopli pichoqni sharttiqqini bilan chiqazib oldiga qo'ydim. Hech bo'lmasa shuni oling aka, meni xijolat qilmang dedim. Yo'ldosh Chavandoz pichoqni olib, u yoq bu yog'iga qaragan bo'ldi. Tig'ini tirnog'iga botirib ko'rdi. Zo'r pichoq, kitobniki shekilli. Ustasi hunarvon ekan. Kechgacha u yoqdan gaplashib o'tirib, Chavandozning ko'nglini oldik. Ketayotganimizda u ko'zda yosh bilan G'afur G'ulomga iltijo qildi. G'afur, unaqa uzoqlab ketma. G'animatga o'xshayman. Qazoyim yetsa, lahatga o'zing qo'y dedi. G'afur G'ulom qaytib borib, uning yelkalaridan quchib, yuzlaridan o'pdi. Peshonalarini siladi. Sen o'lmaysan, qadrdonim. Axir ikkimiz ne balolarning og'zidan chiqmadikmi? Omon bo'l do'stim. Endi tez kelib turaman. Qaytib mashinaga o'tirganimizda G'afur G'ulom kamgap bo'lib qoldi. Meni
avtovokzalga olib chiqib qo'ydi-yu, so'zsiz xayrlashdi. O'sha o'zangini baxmalga o'rab, sandiqqa solib qo'yganman. Shahrisabzga borib, bir keksa ustiga egar zakaz qildim. Xotinimning kumush bilaguzugini ham oborib berganman. Bu yeriga kumush qadang deb tayinlaganman. Tolibjon har qancha ta'rifli ot bo'lsa ham bunchalik hurmat juda ortiqcha-ku deb o'ylab o'tirardi. Oxiri so'rashga majbur bo'ldi. Muncha endi nima bo'lsa ham bitta otda judayam ortiqcha mehr qo'yvoribsiz, oqsoqol. Eralining ensasi qotgandek qiynalib iljaydi. Siz qora lochinni bilmas ekansiz. Bilmasangiz bilib qo'ying. Qora lochin urushda yaralanganimda, jangdan olib chiqqan, yaralanib, gospitalga tushganimda butun SSRni aylanib meni qidirgan. Erali xotiralarga berilib ketdi-yu, boshidan o'tganlarni shoshilmay ayta boshladi. 42-yilning hali yerdan qor ketmagan erta ko'klamida tog' qishloqlaridan urushga ot olishdi. 250 ot chavandozi bilan armiyaga ketdi. Men ham qora lochinimni minib yo'lga tushganman. Hammamizni poyezdga urishdi. Orqadagi 2 vagonda yem-xashak zapas qilingan, Qizil O'rdada otishga, qilich urishga o'rgatishdi. Taxminan iyun o'rtalari bo'lsa kerak, Smolensk degan joyda vagondan tushdik. Hamma yoq o'rmon. Yo'llarda majaqlangan tanklar bormi, mashina-yu to'p zambaraklar bormi, sochilib yotardi. 3 kun o'rmon oralab ketdik. To'plar, otishmalar ovozi eshitila boshladi. Xullasi bizni ertasigayoq jangga tashlashdi. 10 kun kechalari nemis okoplariga bostirib boramiz. Yaqin kelganiga qilich solamiz, uzoqroqdagisiga o'q uzamiz. 22 kun jang qilganimizdan keyin nemis samolyot soldi. Bay, ana qiyomatu, mana qiyomat. Hali bu yonimda bomba portlaydi. Bir mahal qarasam, tizzamning pasti jizillaydi. Sizlab ko'rsam, iliq shilimshiq narsa. Askolka tekkan ekan. Shu orada sonim ham jizillayapti. Ot jonivor qon hidini biladi. Ostimda o'ynoqlab ketdi. Boshim aylanib, ko'zim xiralasha boshladi. Egar ustida chayqalib oxiri quladi. Nemis bizni qurshovga olib kela boshlagan edi. Suvoriylar orqaga, o'rmon ichiga qarab qamchi bosishdi. Men hamon bir oyog'im egarda yerda sudralyapman. Qora lochin yarmi tuproqqa to'lgan okopga o'mganini berib tizzaladi. Yelka-yu sag'rini yer bilan barobar bo'ldi. Sudralib asta o'zimni egarga oldim. Ot bir munkib turdi-yu, qamchi bosmasimdan o'rmonga qarab yugurdi. Orqamdan avtomatchilar tarillatib o'q uzib turishibdi. Bir mahal orqamga qarasam, mototsikl bilan qo'shyapti. Qora lochinning nuqtasini bir silkitgan edim, qanot chiqasdimi bilmayman. Tuyog'i yerga tegmay uchib berdi. Yo'ldan chiqqan qarag'aylarga ana urilaman, mana urilaman deyman. Yo'q. Lochin shunaqa burilishlar qiladiki, hatto shinyelimning etagi ham tegmay o'tib ketaman. Nemis orqada qolib ketdi. Mototsikl poti ham eshitilmay qoldi. Shundan keyin nima bo'ldi bilmayman. O'rmon ichkarisidagi dala gospitalda Brezent palatada yotibman. Qora lochin palataga har zamon bosh suqib menga qarab qo'yadi. Ertasigayoq meni mashinaga solib temir yo'l tomonga olib ketishdi. Har zamon bosh ko'tarib bir qarayman. Mashina orqasidan qora lochin jonivor yeldek yugurib kelyapti. Meni sanitarlar vagoniga olishayotganda nasilkadan bosh ko'tarib qaradim. Qora lochin bezovta qarab turibdi. Ko'zida yosh borga o'xshab ko'rindi. Kimki biladi, menga shunday tuyulib ketdimi. O'pkam to'lib, yig'lab yubordim. Poyezd jo'nab ketdi. Derazadan qarab turgan sanitar yigit, otingiz poyezd orqasidan chopib kelyapti deb aytdi. Hozirgi futbolni televizorda aytib turadiganlarga o'xshab, ot qanaqa chopayotganini, qoqilganini, olisda ko'rinmay qolib ketganini birma-bir aytib turdi. Yurak bag'rim ezilib ketdi. Bu otni bolaligidan boqqandim. Tohir va Zuhra kinosida Tohir mingan ot bor-ku, o'shaning bolasi edi. Jizzaxdagi ot zavodida 2 ta
4-5 metrlik turkman gilamiga ayrbosh qilib olgandim. Shundoq vafodor ot urush yo'llarida qolib ketganiga sira chidamasdim. Olis yurtlarda tug'ishgan jigarim qolib ketgandek ichimga chiroq yoqsa yorishmasdi. Vagon oldida mo'ltirab turgani hech ko'zimdan ketmaydi. O'ylayverib ozib cho'p bo'lib ketibman. 2 oy gospitalda davolashdi. Operatsiya qilib, chap oyog'imning 2 joyidan oskolka olib tashlashdi. Yaram bitgandan keyin invalidga chiqarib uyga javob berishdi. Kelibmanki, har kuni necha martalab otxonaga kiraman. Yollari ilinib qolgan qashlog'ichlarini silab yig'layman. Kunlarning birida hassaga tayanib pastlikdan chiqib kelayotganimda tepada 20-30 chog'li kishi katta yo'lga qarab jim turishibdi. Oldilariga borib men ham qaradim. Pastlikdan sudralgandek bir ot chiqib kelardi. U yurganda tez munkib ketar, oqsoqlanib arang yurardi. Ot shu alpozda sudralib, ancha yaqin kelib qoldi. Bolalar pastga gurri yugurishdi. Ikkitasi qaytib kelib, ot egariga miltiq bilan kaskga osib qo'yilganini aytdi. Ot menga qayeridir qora lochinni eslatardi. Oyoq og'rig'ini ham unutib, ot tomonga yugurdim. U mening qora lochinim edi. Osib, qo'rg'alari ko'rinib turibdi-ya, yollari o'sib, osilib yotibdi. Oyoqlaridagi taqa yedirilib tugab, tuyoqlari sidirilib, go'shti chiqib qopti. Qora lochinimning bo'yniga osilib, ho'ng yig'lay boshladim. U jonivorning badanlari dirillardi. Tog' yo'llari toshloq bo'lganidan uning yurishi nihoyatda qiyin edi. Yerga yuragi betlamay oyoq tegizardi. Shartta to'nimni yechdim-u, pora qilib yirtdim. To'rtalay tuyog'ining tagiga qalin paytava qilib o'rab chiqdim. Peshonasidan, yuz-ko'zlaridan o'pib uyga yetakladim. Orqamizdan tumonat ergashardi. Odamlar bu ot endi o'nglanmaydi deyishdi. Men ularning gaplariga parvo qilmay, tuyoq yarasiga malham qo'ydim. Yemiga mo'miyo qo'shib yedirdim. Har kuni duradgor ustaning uyidan qopda qipiq obkelib tagiga to'shayman. Yurganda oyog'i zirqiramasin deb shunday qilardim. 2 oy deganda qora lochin asliga qayta boshladi. Lekin haliyam uni tashqariga olib chiqmasdim. Tuyog'i obdan tuzalgani yo'q, taqa urib bo'lmasdi. Tuyog'ining yarasiga haftada 1 marta mo'miyo qo'yadigan bo'ldim. Yemiga ham oz-ozdan mo'miyo qo'shib beraverdim. Ba'zida hovlida yo'liga qipiq sepib yetaklab yuraman. Yo'llarini tarab, kelinchaklarning gajagidek qilib qaychiladim. Har kuni 1 marta iliq suvga latta ho'llab, a'zoyi badanini artib chiqaman. 2 oy o'zim yemadim, unga yedirdim. Oradan 3 oy o'tkazib, oyoqlariga taqa urdirdim. Yetaklab katta yo'lga olib chiqdim. Ot jonivor yiltiraydi. Mashinalarda, avtobuslarda o'tganki odam bor, bir qarab qo'yadi. To tuyog'i tuzalguncha otxonada diqqi nafas bo'lgan qora lochin dala yo'llarini sog'inganidanmi, ochiqlikka chiqqaniga suyunganidanmi, ostimda o'ynoqlab boradi. Xuddi sirk otlariga o'xshab, bo'ynini bir tomonga tashlab, yollarini silkitib yortardi. Qishloq xonadonlari oldidan guzarlardan o'tayotganimizda odamlar frontchi otga ajib bir hurmat bilan qarab qolardilar. Jangga oti bilan ketib qaytmagan uzangidoshlarimning ota-onalari, bola-chaqalari ko'zlarida yosh bilan orqamizdan qarab qoladilar. Chollar, kampirlar qora lochinning bo'yinlarini, yollarini, yag'rinlarini silab, bolamni qayga tashlab kelding, jonivor, qani endi til zaboning bo'lsa-yu, bolaginam qaylarda yotganini aytib bersang deb pichirlashardi. Ot juda ziyrak jonivor bo'ladi. Ularning nima deyotganini bilayotgandek gunohkorlarcha bosh egib, ko'zlarini yerdan uzmay turaverardi. 5 yil uni ko'pkariga soldim. 5 gal bosh sovrin oldik. Har gal ko'pkaridan qaytayotganimizda g'alabadan kayf qilgan qora lochin yerga tuyoqlarini qattiq urib, erkalanib, tantiqlanib, o'ynoqlab kelardi. Shu 5 martadan keyin uni ko'pkariga solmay qo'ydim.
Endi u ancha yoshga borib qolgan, mag'lublik nimaligini bilmay qo'ya qolsin degandim. Ammo hosil bayramlarida bo'ladigan ko'pkarilarga oborardim. Lekin davraga tashlamasdim. Jonivor ostimda o'ynoqlab davraga intilaverardi. Jilovni mahkam tortib, intilishiga yo'l bermasdim. O'shanday paytlarda uyga qaytganimizda xomush bo'lib qolardi. Yerga tuyog'ini qattiq tashlamasdi. Boshini egib aqalli biron marta bo'lsin kishnamay azadan qaytayotgandek bo'lib qolardi. Jonivor g'alaba gashtini surolmaganidan o'kinsa kerak-da. Bayram paradlariga uni yasatib olib chiqardim. Minbar oldidan o'tayotganimizda muzika ohangiga moslab yoq urar, kallasini silkitganda yollari bo'ynining goh o'ng tomoniga, goh chap tomoniga oshib tushardi. Minbardagilar ham, tomosha qilayotganlar ham qiyqirib, frontchi ot sha'niga olqishlar yog'dirishardi. Qora lochin jangga jo'nagan va qaytmagan otlar nomidan namoyishga qatnashayotganini hamma bilardi. Odamlar qo'llaridagi guldastalarni bizga otishardi. Albatta, bir ikki gul uning yoliga ilashib qolardi. Men ham, qora lochin ham o'zimizda yo'q shod edik. Keyingi 2-3 yil uni tizginu nuqtalardan xoli qilib qo'ydim. Ertalab darvoza ochishim bilan u ham tashqariga chiqadi. Pastlikka tumanlar sudralgan daryo tomonga bir dam qarab turadi-da, asta-sekin o'sha tomonga enadi. Kech payti qorong'i tushmay yana otxonaga kirib keladi. Qishloqlarda ko'rganki odam bor, uning yollarini tarab, bo'yinlarini silaydi. Urushdan o'g'li qaytmagan xotinlar yataklarda unga yem tutadilar. Tul qolgan kelinchaklar chavandozimni qayga tashlab kelding, lochinim deb bo'yinlariga osilib yig'lashardi. Oshxonalar oldidan o'tayotganda odamlar yeb turgan nonlarini burdalab, etaklarida unga tutadilar. Qora lochin unga o'rganib qolgan. Kechgacha adirlarda, soy bo'ylarida o't chimdib keladi. U muxbirlar aytganidek qarilik gashtini surib yurardi. Jonivorni biyaga qo'ydim. Erigan, qora mum surtilgandek qop-qora yaltiroq qulunli bo'ldik. Qulunimiz do'nan bo'ldi, xunon bo'ldi. Bir kuni iyul oyining 17-kuni edi. Buni aniq bilaman. O'lsam ham o'sha kunni unutolmayman. Kelayotsam, ko'chamizda odamlar u yoqdan bu yoqqa qochib yurishibdi. Qarasam, qora lochin o'zini har tomonga tashlayapti. Devorlarga boshini uradi, daraxt tanalariga urilib, gursillab yiqiladi. O'rnidan turib, yana telbadek duch kelgan tomonga o'zini otadi. Odamlar qora lochin quturibdi deb o'ylashyapti. Yo'q, u quturmagan. Nima bo'lganini bilaman. Ertalab ketayotganimda kimyozator yigit yo'l chetlarida o'sgan o'tlarga dori sepayotgan edi. Aldrin degan dori bor. U sepilgan giyohni yegan jonivorki bor azob bilan o'ladi. Shu dori kasofatidan qancha sigiru qancha qo'y nobud bo'lgan. Masjidlarda odamlar mirvaliga shu dorini septirma deb necha marta xudoning zorini qilishgan, quloqiga olmagan. Mana endi qora lochin ham shu dorining qurboni bo'lyapti. Yugurib borib jon holatda qora lochinning bo'yniga osildim. Ot meni tanimadi. Old oyoqlarini osmonga ko'tarib bir silkinganda ariqqa borib tushdi. Jonivor shu alpozda yarim soatdan ortiq o'lim bilan olishdi. Oxiri holsizlanib, yon boshi bilan gursillab yiqildi-yu, boshqa tura olmadi. 2-3 marta boshini ko'tarib osmonga qaradi. Osmon ko'mpuk edi. Tumshug'ida tishlagan ilonni osiltirib laylak uchib o'tardi. U xuddi suvda suzayotgandek juda osuda uchardi. Qora lochin laylakdo chinorning qurigan oppoq shoxlari orasidagi savat uyasiga qo'nguncha kuzatib qoldi-yu, birdan boshini yerga tashladi. Ko'zlarini kulrang parda bosdi. Orqa oyog'i 2-3 marta ojiz silkingandek bo'ldi. Esimni yo'qotib qo'ygandim. Hayolimga nima kelib ketding? Ot ham o'ylarmikin? O'ylasa nimalarni o'ylayapti ekan? Jang maydonlaridagi portlashlar, dahshatli zambarak ovozlarini eshitayotganmikin? Olis front yo'llaridan u yergacha 3,5 oy yurib kechirgan azob-uqubatlarga to'la yo'llarni ko'rayotganmikin?
kechgan daryolari, oshgan dovonu cho'l biyobonlarni ko'rayotganmikan? Ko'pkarilarda g'olib chiqib uyga kichinglab qaytganlarini esladimikan? Iyul oyining 17-kuni Qora lochin shon-shuhratlarga to'la umrini poyoniga yetkazgan edi. Bu tog' oralarida yaxshilik ham, yomonlik ham tez tarqab ketadi. Qora lochin bilan urushga ketib qaytmagan uzangidosh do'stlarimning ota-onalari, bola-chaqalari birpasda yetib kelishdi. Omon qaytganlardan 30 chog'lik chavandoz yeldek uchib keldi. Qora lochinni izzat-hurmat bilan ko'mdik. Chavandozlar otlarini yetaklab qabr atrofida aylanishdi. Qora lochindan bir suryod qoldi. Xuddi otasining o'zi deysiz. Otini Qora Jayron qo'ydim. 3 yoshga kirganda bulutga sakraydigan, tuyog'idan o't chaqnaydigan ot bo'ldi. Ko'z tegishdan qo'rqib ko'chaga olib chiqmayman. Tog' oraliqlaridagi yalangliklarda minib yuraman. Xotinim yo'llariga ko'zmunchoq va tumorlar osib tashladi. Men sizga aytsam, Tohir va Zuhra kinosida Tohir mingan Qorabayir Qora Jayronning bobosi edi. U Jizzaxda bir marta o'g'irlangan. Uni Asakadagi pichog'i keskir raisga 50 mingga sotib ketishgan ekan. Qorabayir asli Budyonniyni uchyotida turarkan. Uni qidirib Asakadan daragini topishadi. Otni hali Baytalga qo'yolmagan ekan. Dog'da qoladi. Baribir dumiga qadalgan do'lanani olib qoladi. Shu raisni qidirib borib, do'lanani so'rab olmoqchi bo'ldi. Avvaliga ko'nmadi. Keyin insofga kelib, belbog'ining qatidan chiqarib berdi. Pul bersam olmadi. Ana shu do'lanani katta bobongdan qolgan deb Qora Jayronning uymuchiga qadab qo'ydim. Bu do'lana har qanday balo-qazolardan asraydi. Taniga dard yo'latmaydi, deyishadi. U tomoni Kavkazdan, bu tomoni Tojikiston va Turkmanistondan otingni sotasanmi deb xaridorlar kela boshladi. Go'rni sotamanmi? Odam o'z bolasini ham sotadimi? Qora Jayron farzandimdek gap-ku. Hatto bittasi moyi artilmagan yangi gaz 24 minib kelib, eshigim tagiga ko'ndalang qildi. Shuni ol, otni ber deb turib oldi. Ko'nmadim. Hech bo'lmasa otni bir ko'ray deb yalindi. Ko'rsatmadim. Dog'istondan bir yigit keldi. Qo'limga 2 ta 50 so'mlik tilla zayom tutqazdi. Har biriga 10 ming so'mdan yutuq chiqqan. Lyuboy savdogar 10 ming yutuqli zayomni 20 ming so'mga oladi. O'zim 15 ming berib olganman. Ikkovini sotsang 40 ming bo'ladi. Otni menga ber deydi. Betiga eshikni qarsillatib yopib, uyga kirib ketdim. Tog' qorong'u tushguncha eshik tagida ingshib o'tirdi. Kechasi xabar olgani chiqsam, ketib qolgan ekan. Yuragimni vahm bosdi. Bunaqada bir kun emas, bir kun Qora Jayronni o'g'irlab ketishadi deb o'yladimu, Panjigit tomonga otni olib o'tib ketdim. Qanchalab ko'pkarilarda sovrin olgan Sangin degan yilqichi, chavandoz do'stim o'lguchi edi. Shuni yo'qlab bordim. Panjirud yaqinidagi yaylovga yilqi yoygan ekan. Topib bordim. Meni ko'rib sevinib ketdi. Xotiniga qozon osishni buyurdi. Anzur piyozi solingan xushxo'r sho'r va ichib qimiz semirib qizishib olganimdan keyin shundoq dedim. Shu Qora Jayrondan zurriyot olmoqchiman. Baytallaringga qo'yaylik dedim. U ham Qora Jayronning ta'rifini eshitgan ekan. O'rnidan turib, otning sag'risiga shapillatib urib, asbi xo'p dedi. U avvaliga otini tashlab ketadi-yu, biron 10 kundan keyin kelib xabar oladi deb o'ylagan ekan. Men to Baytal bo'g'oz bo'lguncha yonida bo'lishini aytdim. Bilaman, bu Qora Jayronni 3-4 Baytalga qo'ymoqchi. Shuncha Baytalga chopgan ot bo'ladimi? Ular faqat aravaga qo'shishga yaraydigan bo'lib qolishini bilaman. O'sha yerda qolib ketdim. Sangin uyurdan 7 ta Baytalni ajratdi-da, mening ixtiyorimga berdi. Men ularni Qora Jayron bilan alohida ajratib yaylovga yoyaman. Uyur boshqa tarafda, ular boshqa yoqda. Qora Jayron aslzoda ot emasmi? Avvaliga Baytallarga parvo qilmadi. Biron 2 kun o'tib,
unisini iskab, bunisini iskab, oxiri o'mganida yarim oyga o'xshagan oppoq tamg'asi bor baytal bilan iskashib qoldi. Qora jayronning bu qilig'i menga o'tirishmadi. U tanlagan baytalning tuyog'i sariq edi. Tuyog'i sariq ot ko'pkarigayam, uloqqayam yaramaydi. Sariq tuyoqda taqa yaxshi turmaydi. Yumshoq bo'lganidan tez yedirilib, go'shti chiqib qoladi. To qora jayron u bilan obdon til topishmay turib, undan ayirishim kerak. Sangin bilan ikkovimiz arqon tashlab, uni u yerdan ayirib, katta uyurga qo'shdik. Qora jayron kishnab, tuyog'i bilan shag'allarni orqaga otib, yaqin borganini tepa boshladi. 2-3 kun shunday jinnilik qilib yurdi-yu, hayvon ekanda sariq tuyoqni unutib, boshqa baytal bilan iskashib ketdi. U uyurdagi boshqa baytallarga qayrilib qaramas, faqat o'zi tanlagani bilan alohida o'tlaydigan bo'ldi. Sangin boshqa baytallarni qayirib, uyurga olib ketdi. Mana shu 2 ot ketidan yurdi. Qora jayron tanlagan baytal xuddi sirkning otlariga o'xshardi. Jilovi tortilmasa ham bo'ynini orqaga tortib, gijing turish qilardi. Yurganda ham xuddi allaqanday kuyga raqsga tushayotganga o'xshardi. Asli shundoqmidi yo qora jayronga yoqish uchun shunday qilyaptimi bilmasdim. Oradan biron hafta o'tib, baytal yuvosh tortib qoldi. Endi o'ynoqlab yurmas, bo'yni gijing qilib kishnamasdi. Sangin uning bu holini ko'rib, o'rischalab "Всё" dedi. U shu birgina so'z bilan baytalning ona bo'layotganini bildirgan edi. Baytal ko'pincha bag'rini yerga berib mudrardi. Sangin esa uni yotgani qo'ymas, zax yerga bag'rini berib yotishga yo'l qo'ymasdi. Baytalning savdosini bitishmoqchi bo'ldim. Sangin bu baytal sovxozniki ekanini, sotishga haqqi yo'qligini aytdi. Keyin o'zidan bir maslahat chiqdi. Olib ketaver, jo'ram. Sen mening 40 yilgi uzangidosh jo'ramsan. Olib ketaver. Qulunlagandan keyin yo'ling tushsa tashlab ketarsan. Qadrdon do'stimga qayta-qayta rahmatlar aytib, bir otimni 2 qilib qishlog'imga qaytdim. Onam rahmatli ba'zan kech paytda uxlab qolsam, uyg'otib yuborar edilar. Bolam, zavol mahalda uxlama, yomon bo'ladi derdilar. Shunaqa mahal uxlab qolgan ekanman, yuragim siqilib hovlida aylanib yurdim. Qorong'i tushib, osmonda yulduzlar miltiray boshladi. Biz tomonlarda yulduzlar katta bo'ladi. Qarasang ko'zni oladi. Uyqum qochib, bu yoqqa yuraman, bu yoqqa yuraman. Ko'nglim notinch. Xuddi bir falokat bo'lganidek. Xo'roz 2 chaqirdi hamki, ko'zimga uyqu kelmaydi. Osmon u falakda chirog'ini pirpiratib, samolyot o'tib ketdi. U ketgandan keyingina guldurashi eshitildi. Tog' u toshlar guldirab, uzoq-uzoqlardan ancha paytgacha aks sado kelib turdi. Itlar ulidi. Go'yo sigirlarning bezovta marashlari eshitildi. Keyin dunyo suv quygandek jimjit bo'lib qoldi. Ayvonning ustuniga suyangancha ko'zim ilingan ekan, qancha mizg'iganimni bilmayman. Bir narsa taraqlab ketdi-yu, shoshib ko'zimni ochdim. Tong yorishib kelayotgan ekan. Oftob tig' urgan cho'qqining uchi yalt-yalt qilib ko'zni olaman deydi. Otxona tomonga jon holatda yugurdim. Eshik ochiq, qora jayron yo'q. Yo'lakka yugurdim. Darvoza lang ochiq. Pastlikda taraq-turuq tuyoq tovushi kelyapti. Tirmashib, to'nga chiqdim-u, peshonamga shapillatib urdim. Begona odam qora jayronni pastlikka qarab qamchilab yildirib ketyapti. Chirqillagancha qolaverdim. Dunyo keng. Mamlakatning u burchidan bu burchiga yurib yetolmaysan. Osmon uzoq, yer qattiq. Qayga boraman? Bironta qora jayronni ko'rdim degan mard topilmadi. Ko'nglimda faqat bir umid uchqunlab ichimni yoritib turardi. Qora jayron qayda bo'lmasin, bir kun emas bir kun mengan chavandozni egardan irg'itib qaytib keladi. Shu umid meni ushlab turardi. Omonqo'tonlik yigitlardan 4tasi Moskvada Volga arzon bo'ladi deb beliga pul tugib ketishgan edi. Shular 2ta Volga minib qaytib kelishdi. Erali chavandoz notob bo'lib qopti deb ko'rgani kirishdi. Shunda bittasi g'alati gap aytib qoldi. Kaspiyning u tomonida
Mashinani barchaga uramiz deb kutib turgan edik. Krasnavod tomondan kelgan barchada paq-paq kiygan, beladagi qayishga xanjar taqqan qorasoqol yigit bulutdek bir otni yetaklab tushdi. Xuddi Qora Jayronning o'zi. Ichimda Qora Jayron dunyoda bitta desam, yana bitta bor ekan deb qo'ygan edim. Yaqiniga bordim. Jilov tutgan qorasoqol yigit idi deb meni ot yaqiniga yo'latmadi. Demak o'sha ot Qora Jayron ekanda. Shu gapni eshitdim-u, Qora Jayrondan umidimni uzdim. Kavkaz tog'larining qaysi bir so'qmog'ida mening Qora Jayronim yo'rtib ketayotganikin deb o'ksib yig'ladim. Butun bir qishni g'am-u anduh bilan o'tkazdim. Tog' etaklaridan qor ketib, pastliklar yashillanib qolgan aprel o'rtalarida baytalim qulunladi. Qarasam, bolasi qora saqichdek yaltirab turibdi. Ko'zlarim yashnab ketdi. Sevinganimdan qiyqirib yuboray debman. Shunga andormon bo'lib, Qora Jayron ko'zimdan sal nari ketgandek bo'ldi. Ertayu kech fikr-zikrim shu qulunda bo'lib qoldi. Uni yuvaman, tarayman, endigina mo'y tortib kelayotgan yo'llarini mehr bilan silayman. Onasi uni mendan qizg'anadi, debmoqchi bo'ladi. Kallasi bilan nari surib tashlayman. Baribir men qulunga suykalib boraveraman. Kungay taraflarda yerdan taft kela boshlaganda qulun bilan biyani yetaklab olib chiqaman. Yag'rinini oftobga solaman. Jonivorning qop-qora sag'risi oftobda yalt-yalt qilib ko'zni oladi. O'tgan-ketganning ko'zi tegmasin deb ularni ovloqroq joyda oftobga soladigan bo'ldim. Shunday qilib qulunimni ortmoqlab yurib oyoqqa turg'izdim. Men unga, u menga o'rgandi. Qayga borsam orqamdan ergashadi. Ota-bobolari Qoralochin, Qora Jayronlardan yodgor bo'lsin deb unga Qora Baxmal deb nom qo'ydim. Shu nomga o'rgatdim. Chaqirishim bilan quloqlarini ding qilib qaraydi. Qulun edi, do'nan bo'ldi. Do'nan endi g'unon bo'ldi. Erali chavandoz shunday to'lib toshib gapirardiki, dunyoda otdan boshqa hech qanday mo'jiza yo'qdek. Dunyoning birdan bir mo'jizasi shu otdan iborat edi. Bolalarning silab-siypashiga o'zini qo'yib bergan bu ot qora baxmaldan tikilgan o'yinchoq otga o'xshab ketardi. Erali gapirib ko'nglini bo'shatgandek edi. Ichi to'lib turgan ekan. Bir to'kib soldi-da. U sovib qolgan choyni bir simirishda bo'shatib, o'rnidan turdi. Endi men ketay. U ketdi. Lekin Tolibjonning yuragida qandaydir iliq, mayin bir mehr qoldi.